Endi ataylab qilmanda, ataylab qilganda aytaydi, men aka 10 bala deb bilaman. Eshigini ochib tuzilib ketdi. Akalar, hozirgi taklif har doim ham bo'lmaydi. Tayyor pul olib turgan biznes sotilyapti. O'zini Sug'oy tumanlari bor. Hojatxonasi, musor konteyner, ham mo'yka kelinglar, hamma narsa. Navestlar bor. Kelinglar ko'rsatamiz. Hozir hamma narsalarni bir-bir ko'rsatib nima qilib beramiz, nimalari bor. Pastda narxlari bilan yozib qo'yamiz, xudo xolisa latta qisadigan suv joylarimiz. Bu motorxonasi bo'ladi. Motorxonamizda yarim tonnali o'smiz, suv uchun bochka, o'smiz uchun bochka, motorlari va o'zining bochkalari bo'ladi. Shu mo'ykaga kerakli pilisosimiz. Bitta boksni qo'shimcha yana artish uchun joy qilib qo'yganmiz. Va shuningdek 3 ta demak joyimiz. Bu Avtopavzali Promoy kompaniyasidan oxirgi sammoyka nimasi bo'ladi. Yaqinda almashtirganmiz. Yangi hamma narsasi. Oldin abishti bo'lgan, keyin hozir Avtopavzali qo'yganmiz. Kelavering. Xo'p, shuningdek, biznesimizda o'zining ikkita navislari bor, ko'ryapsizlar. Va bitta qo'shimcha yana bir biznes qilishingiz uchun, biznes ichida biznes qilishingiz uchun bitta xonasi bor. Bunda bemalol oldida maktab bor, xoddiqxona, oshxonacha yokida do'kon qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu mo'ykamiz Guliston shahrida joylashgan, Yangi bozorning oldida, 11-maktabning yonida. Bu yerda katta ko'cha, katta trassa tushgan, mashin qatnovi zo'r. Ko'pchilik biladi, klientlari ham yaxshi mo'ykani. Kattagina xonasi, bu yerda mana kelib ko'rishingiz mumkin. Yaxshigina bitta qo'shimcha biznes ham qo'ysa bo'ladi. Hozir mana ekranlarga nimadir qilingan, misol uchun PlayStation qilmoqchi bo'lishgan. Xudo xolasa shu biznes qiziq bo'lsa, pastdagi raqamdagi aloqaga chiqinglar. Bunaqa taklif uzoq turmaydi. Xudo xolasa bemalol 1 yilda tikilgan pulni chiqazib, keyingi yilga yana 2 barobar katta daromadga biznes yuritishingiz mumkin bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'girib qolinglar, pastdagi raqamga aloqaga chiqinglar. Charchamanglar.